Bor kel o'yna. Tez-tez ishlaring qilaring. Islomiyman. Bolani ota-onasi kelgandan so'ng uni shifoxonaga yuborishsin. Aytgancha, maktab atrofida shubhali shaxslar ko'rinmadimi? Ha, aytgancha boya maktabi ichida ikkita bolani ko'ruvdim. Haydavaruvdim. Xatti-harakati yoqmagandi menga. Yaxshi. Unda men ketdim. Agarda maktab atrofida qanaqadir yana shubhali shaxslarni ko'radigan bo'lsangiz, srochniy menga qo'ng'iroq qiling. Xo'p bo'ladi. Men yetib kelaman. Bog'da bulbul sayraydi, chaman ichra. Assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom. Keling bolam. Bozoringiz ancha kammi xola? Bu o'tirishingizga arziydimi? Qora qozonimiz qaynab turibdi. Nolimayman bolam. Siz maktab territoriyasida o'tiribsiz. Bolalarga non, sigaret. Yo'q. Unaqa narsalar sotmayman. Yaxshi. To'xtalaring ukam. Assalomu alaykum. Yaxshimisan ukam? Menga qarasan. Bu ana xolani ko'ryapsan-a? Shunda oldiga borasan-da, sigaret sotyaptimi yo'qmi bilib kelasan. Tushunding? Xo'p aka. Assalomu alaykum xola. Sigaret bormi? Iye, sen Hoji Akbar o'g'limiding? Sen sigaret chekyapsanmi? Yo'q, menga emas. Antimilisa amaki so'radilar. Ha, shunaqa degin. Mamjivachga senga. Mamni milisa amaqingga berib qo'yasan. Tushundingmi? O'qishing yaxshimi? Ha, yaxshi. Amaki, xola sigaret sotmas ekanlar. Mamani sizga berardilar. O'zingga olib qo'ylaring. Bor ketaverlaring. Yur ket.